Assalomu ahli guruh. Mana yana 4 tish qo'chqorimiz. Bu Shirokilini. Shiroki o'g'li. Mashalloh deb qo'ysa, bo'yi 1.1 chiqdi. 4 tish. Quloq 20. Juda ham baquvvat narsa. Probni bolasi tushgan, mashalloh deb qo'ysa, juda ham zo'r. Tomosha qiziqqanlarga sotiladi. Mana rangi, oyoqni qalinliklari, mana kallalari. Rangi ham juda zo'r. Mana dumbas. Razrezlari. Chot kengliklarni ko'ryapsizlar. Inshaalloh. Assalomu alaykum ahli guruh. Mana yana bitta super qo'chqorimizdan bittasi. Bo'yi 1.1. Quloq 20+. 4 tish. Bu mashhur Sapat degan qo'chqori, Telek Baykini. Primoy o'g'li. O'zida 1,5 oylik paytda olib kelganmiz. Mashalloh deb qo'yasizlar. Oyoqni qalinliklari, dumba razrezlari, kallalari juda serozniy. Qo'chqor qilaman deganlarga, tomosha qiziqqanlarga sotiladi. Mana kalla. Nima deyapti kallalar? Mana dumbani razrezini qaranglar oxirigacha. Qalinliklari, mana belli tekisliklari. Mashalloh deb qo'yasizlar. Bolani zo'r beryapti. Probni bolalar tushgan buni. Assalomu alaykum ahli guruh. Qo'chqor tomosha qiziqqanlarga sotiladi. Bu qo'chqorimiz 4 tish. 4 tishga o'tyapti to'yis. Quloq 21, bo'yi 93-94 atrofida. Mana kastaklar. Bolalarni juda ham zo'r berdi. Bu Labanni Primoy o'g'li. Laban degan qo'chqori Primoy o'g'li. Oyoqlarini qalinliklarini, ranglari, quloqlar, kalla, hamma yoq zo'r kelgan mana. Tomosha qiziqqanlarga sotiladi. Mana kallani svetliligi, chot kengliklari. Mana juda ham go'zallar. Dumba tekis, mana bellar tekisligini. Xudo xolasa qo'chqor qilaman deganlarga zo'r variant. Probni bolalar tushgan, bolalar ham zo'r tushgan bizda. Mashalloh. Mana krasavchikni qo'z qo'chqorimiz 13 oylik bo'ldi bu. Bu 185 o'sgan. Bir oy oldin bu 182 mi shunday edi. Hozir 85 bo'lib o'lchadik. Quloqlari 19 ga yaqin chiqyapti. Quloqlari ham ancha o'sgan. Dumba razrezini ko'rsataman. Dumbasi razrezlari ham chiroyli. Dumbasi osilmagan, tikka. Orqa oyoqlari ham tekis. Kalla formasi. Garbanos chiroyli. Hali yana 2 oy, 2,5 oydan keyin tish buzadi bu. Yana o'sadi hali. Assalomu alaykum. Nasldor qo'yish quvozlari. Mana yana bitta qo'chqorimiz. Bu Primoy Gruzinning o'g'li bo'ladi. Qulog'i 20, bo'yi 90 ekan. Mana jullarini olib go'zal qilib qo'ydik. Mana oldi peredoklari. Mana orqa dumbalari. Ko'rsatamiz, orqa dumbasini ko'rsatamiz. Mana orqa dumbalari. Orqa oyoqlari, kallalarning svetlariga e'tibor berasizlar. Ishqibozlarga sotiladi. Qo'zini tishini bir ko'rib qo'yaylik. Mana hali tushunmaydi hali. Ishqibozlari ichkaga telefon qilaverasizlar.
Assalomu alaykum. Mana Qirg'izistondan mehmonlarimiz kelgan. Mana Tog'ul aka mana. Nursultan'ın orasından kelgen kim çayında? Qoramajon Lopes o'g'li. Nereskin. Mana qastaylar. Assalomu alaykum ahli guruh. Mana yana bitta qo'zi qo'chqorimiz 23-sentyabr tug'ilgan ekan. Bugun rovni 7 oylik bo'libdi. 80 qo'chqorimiz o'g'li. Yunglarini olib mana chiroyli qilib qo'ydi. Bo'yi 82 atrofi, quloq 20. Mana kallani garbanoslari, oyog'ini qalinliklari, mana dumbalari, chotdi kengligi. Yungini olgan o'ziga kichkina qo'yga o'xshab qoldi. O'zi ham chiroyli narsa mana. Tomosha qiziqqanlarga sotiladi. Mashalloh. Assalomu alaykum ahli guruh. Mana yana bitta qo'zi qo'chqorimiz. Laban degan qo'chqorimizning o'g'li 7 oylik bo'libdi bu ham. Bo'yi 75. Quloq 19+. Mashalloh deymiz. Tomosha qiziqqanlarga sotiladi. Mana oyog'ini qalinliklari, dumbalari, mana kallalari, ranglari hammasi. Mana dumbasi. Razrezlari mana. Oxirgacha razrez. Tomosha qiziqqanlarga sotiladi. Assalomu alaykum ahli guruh. Mana yana bitta qo'zi qo'chqorchamiz. Mashalloh deb qo'yasizlar, 7 oylik. Otasi Buldozer 2 ning o'g'li. Buldozer 2 ga nabira bo'ladi. Onasi afg'on. Bo'yi 80, quloq 20. Ranglari mana juda ham svetli, oyog'ini qalinliklari, dumbani tikkaliklari. Mana rangi ham juda ham svetli, mana kallalari. Mana dumbasi. Belli tekisligi. Chotdi kengliklari ham juda ham zo'r, go'zal narsa. Buldozer 2 ga nabira bo'ladi bu. Mashalloh deb qo'yasizlar. Tomosha qiziqqanlarga sotiladi. شور هستی؟ عقل اکرام اید ساقا نیست در حساب اید ساقا فقط آن سولق فقط سولق Jakajne zardosh mesni. Manay sihosh mesni on ne. Manay zardo safedoshu.
Usiyoga olsam va narxi baland aka. Akalar tomosha qiziqqanlarga sotiladi. 80 Cherokee liniya qo'zi soluvchilar 5-6 oylik и 8-9 oyligi ham bor ikkita ichida. Ranglari, kalla quloqlari go'zal. Hammasini dumbastikka razrezlari bor. Chiroyli narsalar. Qo'yqilaman degan ukalar bo'lsa beramiz. Bir joyga bo'lsa yengilroq qilib beramiz. Qo'yib qo'ysa bo'ladi. Quloq joylashuvlari, qo'yli holatlari chiroyli, go'zal. Hammasida razrezlari bor, chiroyli holatda. Orqa tomonlarini ham hozir ko'rsatib o'taman videoda. Qo'ziqo'chqor ham bor. Qo'chqor qilaman degan ukalarga juda svetli narsa. Qo'chqor Temurskiy liniya, dumbalari tikka. Qo'chqor juda chiroyli. 7-8 oy atrofida tishlari juda ham mayda, garbanoz, quloq joylashuvi, kallalari. Svetlariga baho beribsizlar, juda svetli. Dumbalari ham tikka. Qo'chqorchamiz go'zal holatda. Solovlarni orqa taraflarini ko'rsatib qo'yaman. Hammasi mana tikka dumba, razrez, dakansa hammasida. Bironta dumbasi asilgani yo'q ichida. Svetlari mana svetli. Orqa oyoqlariga e'tibor beribsizlar, kastaklariga qalin hammasida. Akalar qo'y qiladigan yaxshi variantlar. Bir qura. Kimga qiziq bo'lsa mana qo'ylarni beramiz. Yeb ichishlari, salomatligi joyida hammasi. Bo'ylari akalar 75-80 atrofida, bu yerda kichikroqlari ham bor, yoshi kichikroqlari. Shularning salpasi bor, aksariyat qolganiki 80 atrofida bo'ylari. Yosh, tish buzmagan qo'zi soluvchilar yarchkalar. Manzil Andijonda.